Bugungi kunda elektr energiyasiga bo'lgan talab va ehtiyojni qondirish, ishlab chiqarishga zamonaviy va yuqori samarador texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tarmoqqa xorijiy investitsiyalarning jalb etilayotgani o'z samarasini beryapti. Viloyatimizdagi Talimarjon issiqlik elektr stansiyasidagi energiya bloklar ham O'zbekiston energetikasida ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozir shu haqda. Nishon tumanida joylashgan Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida bunyod etilgan zamonaviy bu gaz qurilmalari mamlakatimiz energetikasida ishlab chiqarish quvvatini rivojlantirishdagi muhim yutuqlardan biri bo'ldi. Ushbu investitsiya loyihasi davlatimiz rahbarining Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatini umumiy quvvati 900 megawattdan kam bo'lmagan navbatdagi bu gaz qurilmalarini qurish bilan kengaytirish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilgan bo'lib, yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Quvvati 1065 megawatt bo'lgan yangi zamonaviy energobloklar dunyoning yetakchi kompaniyalari ishtirokida bunyod etilgan bo'lib, tejamkor texnologiyalardan foydalanildi. Ushbu bu gaz qurilmalariga o'rnatilgan uskunalar Yaponiya, Koreya, Xitoy va AQSh kabi mamlakatlardan keltirilgan bo'lib, avtomatlashtirilgan holda boshqarilishi va energo tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bu gaz qurilmalariga o'rnatilgan energiya uskunalar eng so'nggi va zamonaviy qurilmalar hisoblanadi. Shu sababli ularni kelgusida ishonchli boshqarish maqsadida bir qator mutaxassislarimiz Ispaniya va Yaponiya davlatlarining kompaniyalari tashkil etilgan o'quv seminarlarida, aynan shu davlatning o'zida o'quv seminarlarida ishtirok etib kelishdi. Albatta bu jarayonda ular nafaqat nazariy bilimlarni olishdi, bundan tashqari ushbu mamlakatlarda aynan bu gaz qurilmalari uchun zarur bo'lgan gaz turbinalari, bug' turbinalari shu kabi asosiy va yordamchi qurilmalarning ishlab chiqarish jarayonlarida bevosita ishtirok etishdi va ushbu bilimlarni ayni paytda ular ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llab kelishmoqda. Qiymati 944,87 million AQSh dollari bo'lgan ushbu investitsiya loyihasi Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining kredit mablag'lari tomonidan moliyalashtirilgan bo'lib, qurilish jarayonlarida eng zamonaviy, kam yoqilg'i sarf qiladigan texnologiyalardan foydalanildi. Qurilmalardagi ikkita gaz turbinalarining har biri 385 megawatt quvvatga ega bo'lib, bug' turbinalarining quvvati 185,7 megawattni tashkil etadi. Yangi energobloklarning ishga tushishi orqali yiliga 8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratildi. Yuqori tejamkor texnologiyalarni qo'llash hisobiga yiliga 300 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishiladi. Elektr energiya generatorlardan chiqqandan keyin ko'taruvchi transformatorlar yordamida 500 kilovoltli taqsimlash qurilmalariga uzatiladi. Bu transformatorlarimiz Xitoy, Koreya qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari elektrostansiyamizda biz uchun yangilik bo'lgan yangi vodorod stansiyasi o'rnatildi. Gazoturbina generatorlarining samarali ishlashini ta'minlab beradi. Bu elektrostansiyaning asosiy tomonlari yoqilg'i sarflash kamayganligi hamda atmosferaga NOx gazini chiqarish kamayganligi shu jihatlar bilan o'ta samarador hisoblanadi. Energetika tizimidagi ushbu mega loyiha nafaqat Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro viloyatlari iste'molchilarini, Qarshi magistral kanaldagi 7 ta nasos stansiyasini va yana ko'plab aholi punktlarini ishonchli elektr energiyasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy energobloklar ishga tushishi bilan 250 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bugungi kunda korxonada ishlab chiqarish jarayonlari bir me'yorda tashkil etilib, aholi va iqtisodiyot tarmoqlariga elektr energiyasi yetkazib berilyapti. Navbatchilik asosida 24 soatlik ish tartibi tashkil qilingan. Shuningdek, qishki mavsumdagi barqaror faoliyatni ta'minlash maqsadida maxsus shtab faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Ayni vaqtda ishlab chiqarish jarayonlari davom etmoqda va xorijlik mutaxassislar bilan bilim ko'nikmalarimizni almashgan holatda ish tajribalarimizni oshirib bormoqdamiz. Kelgusida olayotgan bilimlarimizni ish tajribalarimizda qo'llash uchun harakat qilamiz. Bu xonadan elektr energiya ishlab chiqarishni to'liq nazorati amalga oshiriladi va gazoturbina, paraturbina, qozon utilizatorlarimiz kabi asosiy qurilmalarimizning normal holatda ishlash jarayonlarini kuzatib boriladi. Ushbu loyiha iste'molchilarni uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash, elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda iqtisodiyotimizning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi.